Soft skill moslashuvchanlik topshirig'i. Normativ. Siz dasturchisiz, mijoz so'rovini o'zgartirdi. Loyihani deyarli tugatgan edingiz, qanday yo'l tutgan bo'lardingiz? Avvalo mijozni yangi talabani to'liq tushunishga harakat qilaman. Nima o'zgarganini va nima o'zgarishi kerakligini yaxshilab tushunib olishga harakat qilaman. Va qaysi qismlarga mani o'zgarish qilishim ta'sir qilishini o'ylab ko'rib, uni tahlil qilaman. O'shandan so'nggina o'zgarishlarni amalga oshirish uchun qancha vaqt kerakligini taxminan, приблизительно uni mijozga aytaman. Agar o'zgarish loyihaning asosiy qismlariga ta'sir qilsa, uni qo'shimcha boshqa uni qo'shimcha bosqich sifatida qo'shib, qo'shishni taklif qilaman. Chunki agar ko'p narsa yoki eng главный narsa o'zgargan bo'lsa, bu baribir deadline'ga, ya'ni vaqtga ta'siri bo'ladi baribir. O'shaning uchun o'shani oldindan xabarini berib qo'yaman. Bunga misol uchun, biror bitta loyiha ustida ishlayotganimda, mijoz oxirgi haftasida butun saytni eng asosiy qismi bo'lgan dizaynni o'zgartirishni taklif qildi. Va unga yangi dizaynni bekendda ham ta'sir qilishini tushuntirdim va qo'shimcha vaqt kerakligini so'radim. Chunki deadline vaqtiga bir hafta qolgan edi, lekin bu so'rayotgan mehmon klient so'rayotgan narsani o'zgartirish uchun kamida 1,5 hafta, 2 hafta ketishi kerak edi. Chunki uni dizayni o'zgargandan keyin uni backend qismi va frontend qismi ham o'zgarib ketishi kerak edi. Shuning uchun unga o'sha qo'shimcha vaqt kerakligini so'radim va klient sharoitni tushungan holatda qo'shimcha vaqt qo'shib berdi. Endi ikkinchi savol: moslashuvchan odam deganda nimani tushunasiz? Moslashuvchan odam bu har sharoitda qanaqa sharoit bo'lishidan qat'iy nazar har qanaqa situatsiyaga moslashib ketadigan inson hisoblanadi. Misol uchun, o'zgarishlarga ochiq bo'ladi, muammolarga yechim topa oladigan, problem solving skilli judayam yuqori bo'ladi. Qanaqa vaziyatga tushishdan qat'iy nazar, qanaqa og'ir vaziyatga tushishdan qat'iy nazar o'tdan chiqib ketish qobiliyatiga ega bo'ladi. Bunga misol uchun, dasturchi sifatida, misol uchun, biror bir loyihada Python versiyasi yangilandi, misol uchun, va eski kod ishlamay qolsa, eski kodda moslashuvchan inson, ya'ni problem solving o'sha moslashuvchan inson yangilikka o'sha Python versiyasini yangilik o'zgarganini o'rganib, tezda o'sha kodini yangi Python versiyasiga to'g'irlab qo'yadi. Misol uchun, mijozi talabini o'zgarishi bu imkonsiz deyilmaydi, lekin buni amalga oshirish mumkinligi haqida unga xabar beriladi. Faqat hamma narsa vaqt talab qilganidek, uni talab va takliflarga kelib chiqqan holatda vaqt ham o'shanga qarab o'zgarib ketadi. Jamoani o'zgarishi, rahbar yoki ishchilarni o'zgarishi ham bu qarshi bu ham yordam beradi, ya'ni tizimga kirishib olishga, uni moslashtirib olishga. Moslashuvchan inson qanaqa situatsiyaga tushishdan qat'iy nazar hammasini, har xil situatsiyadan chiqib ketishga qodir inson bo'ladi.